Ikkita mana shunday arkamiz bor edi. Juda ham zo'r eskiz o'ylaganim haqida aytdim. Hozir protsess ko'rsaman. Qani ko'ringlarchi, nima deysizlar? Mana bizlarga shedevr asar. Inshaalloh. Xo'sh. Mana shu o'rtaga juda ham bir ajoyib detal bor. Unda ham chiroq bor. O'ylab ko'ringlarchi, nima deb o'ylaysizlar? Lekin mana shu detal ishimizni 50% ga yanada chiroyli qilib ko'rsatadi. Kamida 50%. Materiallar ishlanishi. Bu ishni umumiy ko'rinishi juda ham ajoyib. Buni eskizi ham bor, eskizini hali video qilib